Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 10-qism darsga xush kelibsiz. Biz bu qismliq darsimizda shu sonliq ma'lumotlar tipining davomidan dictionary ni so'zlaymiz bugun. Bu lug'at degan gap. Yangidan bir bet quray. Dictionary Python buni dict qisqartib dict deydi yoki dictionary bu lug'at degan gap. Bu lug'at deb tarjima qilsak bo'ldi buni. Buni nima ish deymiz deganda lug'atda qanday qilamiz, bir so'zni berib uning ma'nosini beramiz go. Sol tarafda bir so'z var, o'ng tarafda uning tarjimasi var, ma'nosi yoki. Bu shuni chiqishga asosli ism qo'yilgan. Masalan, biz list qurgan chaqda, mana shu o'quvchilarningki bugun boshqa misol olay. Bir kundagi temperaturani misol olay, masalan, haftadagi. Week temperature deyli. List qo'sam, masalan, bir haftada necha kun bor? Bir haftada 7 kun bor. Fahrenheit, Celsius gradus ishlatay olibdi. 34 dushanba. 67 bek chiqib ketdimi? 40 13 20mi? 18 25 33. Qarsak mandal qancha? 7 kun. Endi biz bir qarab bu Celsius gradus deb turdi. Bir haftadagi kunlarningki shu amaliyotda shularning hammasi sonliq ma'lumot. Buni bir listga qochildik. Shunami? Demak, bu list degan bir xorjinga o'xshasak bo'ldi. Lekin bu yerda bir kamchilik nima deganda, bu temperatura qaysi kunga? Buning egisi yo'q. Shuni nazarda tutib, Pythonni kashf qiluvchilar shu dictionary'ni lug'at degan sonliq ma'lumotlar tipi, ya'ni bu bir to'plam collections deb ataymiz. Men hozir dastlabda biz tuvanki seviya bo'lg'achqa men bek tafsilotga kirmadim, faqat dastlab yuzaki tushunchasini beryapman. Shu dictionary'ni ijod qilgan. Bu listga bek o'xshaydi. Ya'ni bu lug'at list, tizimlik list degan bek o'xshaydi. Qanday o'xshaydi desanglar? Mana list deb qo'yilibdi. Mana nima? Dictionary. Endi list bilan dictionary'ni farqi qanday desanglar, birinchisi mana bu tırnaq deydi, inglizcha curly bracket deydi. Curly braces demdi ya. Buni biz ham Uyg'urcha nima deymiz? Men budur tırnaq deb oldim. Ma'nosi qanday? Square bracket deydi. Ma ikkisining farqi shu. Endi ikkinchi farq nima deganda, kimligini aniq qilamiz. Shu lug'atga o'xshash. Masalan, mani dushanba kuni deb olsak qanday miyaga? Monday. Ma naql belgisini qo'shna qilasan bularda. Monday buninkini hamda osma chekit bilan 34. Kimlik aniq qilib oldi. Xuddi lug'atga tamsil qilingan. Ikkinchisi-chi, buni menda asaqma bo'ldi. Sizlar iz ketmay qolmanglar bo'pti. Iz ketib qolmanglar demoqchi. Monday degan dushanba degan gap, Tuesday degan seshanba degan gap inglizcha. Bu 67 shunaqa. Wednesday degan qanday? Wednesday, çarşamba 40. Thursday
23. Ondan Friday. Cuma günü Friday dedi. 18. Saturday deyince. Şembe. Әммесін оқшашлан бір тақнақа белгісі алайы. 25. Әң ақырқысы қайсы күн қалды? Sunday. Mana. Bunu оқшаш бесіп шығағанда, print қылып бесіп шығасақ бола бұрды. Әм ikkinchidan қарсаңла, bu lug'atga o'xshaydi, masalan, Monday, Mans, Monday demekchi. Lekin oldidagi birinchisini qanday desanglar? Birinchisini key deydi inglizchada. Key. Bu ochqo'sh degandek. Buning alohidlik nima deganda, buningga o'xshash sonliq ma'lumot kiritishga bo'lmaydi. Yani tekrarlı qılınmaydı. Listli bo'ladi. Ma'no qanda, ma birinchi bo'lim degan gap, ma Monday, ikkinchisiga Monday desek bo'lmaydi. Bu cho'qim alohida bo'lish kerak, o'zgacha bo'lish kerak. Endi ma bu value deymiz mana. Value deydi. Bu qimmati demakchi. Qimmati. Bu o'xshashib qolsa hech qisi yo'q, lekin ma bu key cho'qim alohida bo'lish kerak. Ondaq bolsa, biz bunun besib chiqiraylik deslabda. Print, masalan, week, ma dictionary print qilayamizne ikkinchi olab nimani? Faqat keyni olam. Keys. Üçüncüsü values alam. Bunu besib chiqarsam, men tırnaq ichini unutib qoldim. Menga tırnaq ichib o'tamiz. Chunki bu bir funksiya, function bo'lg'achqa tırnaq ichimiz. Endi qaraydigan bo'lsak, 8-qur ma'noning hammasini qanday mush şekilde besib chiqarib berdi. Endi biz faqat ma keysini lam birinchi hammasini birinchisini besib chiqarsak qanda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday deb chiqarib berdi. Endi oxirgisini olmoqchi bo'lsaqchi values 34, 67, 40 hammasini chiqarib berdi degan gap. Biz buni nima ishlatamiz? Masalan, nima ish bunda keys values deb chiqarsizlar, masalan, ma'vo bir haftadagi temperaturani o'ttirchi qiymatini olmoqchi bo'lsak, qanday topamiz? Ma listga hammasini qo'shib beriblam, bo'lib olsak qancha son bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ma'noda hozir harf bor, harfni qo'sh qilinmaydi. Shunga bu yerda masalan average temperature deydi. O'ttirchi temperaturasini qanday topamiz? Average temperature nimikdan oldu? Muşammi valueslarni qo'shib sum degan qo'shish degan gap oldin qismliq dars tugandiq-ku. Buning ichiga qanday mush valueslarni akiramiz. Endi buni nimaga bo'lib beramiz? Mushning o'zi yig'indisi degan gap. Yig'indisi. Hammasining yig'indisi. Endi mush yig'indisini qanday qilamiz? Bo'lib berma demak. Nimaga bo'lib berma? Mushning ichida qancha tal value bo'lsa, shuni uni qanday topamiz? Ya'ni lenga o'xshash. Bu vaqtda mushninki soni chunki o'xshash value ning soni yoki hammasi birlam. Ma bir pesh bilan araydi buni. Diqqat qilgan bo'lsanglar.
Hem bunu besip çıqarsaqçı. Average temperatures 15-ci qur. Hem de bundan qo'shaplan men yana nimani besib chiqarib deyetsanglar. Type ni gengen tiqo. Mesela mushu week mushuning type nima? Tip nima? Besib chiqarsam qaraydigan bo'lsak 15-qur bilan 16-qur. 15-qur yana o'rtacha temperatura necha ekan? 34 ta mau. Ondan keyin mening tipi type ya'ni bu 4-qurdagi bu yozgan dictionary yani lug'atninki sonliq ma'lumot tipi nima bo'ldi ekan? Dict. Lug'at demakchi. Shuni chiqarib berdi. Bugungi darsimiz mushagicha.